Rojdestvo bilan bolakay uydaligini bilamiz. Shuncha pula. Ana endi soqqaga cho'milamiz. Kevin! 967 dollarning boshini yebsan-ku tirrancha! Ko'nglim nimagadir g'ash. Voy o'lay Kevin. Kevin! Ne? Bor yo'g'i 8daman. Endi o'zingiz o'ylab ko'ring. Nahotki yolg'iz kelolsam. Pizzaga 122 dollar. Hamma yo'lni rasvo qilding-ku, ofsar. Kevin, sen xavotirlanma. Oyim jamadonini yig'ib beradilar. Lezza kompetent. Shuloqli pizza deysanmi? Senikini kimdir paqqos tushirgan shekilli. Afu et ket, faqat avtomatlar javob beryapti. Ilgari bu yerga ko'chib kelishdan oldin o'g'lim bilan urushib qolganman. Hoy bola. Hoy, cho'kkan pulni bermading-ku. Hoy bola. Hoy bola. Ha, demak mehmonsiz. Marhamat, sizdan 122 dollar 50 sent. Rossiyani borib, ana u bola haqida qo'lingdan kelgan hamma narsani bilib kel. Dadangiz kelganlarida bu yerga tushib, imzo chekib ketishlarini aytishni unutmang. Bu luks xonalarimizdan biri, sir. Kalitni sumkaga solib qo'yaymi? Yaxshi odob bilan yomonlikni yuvib tashlasa bo'ladi. Men o'zimni kaptarlarimga o'xshayman. sen juda ham rahmdil bola ekansan. Bayraming muborak bo'lsin. Bu g'aroyib esda qolarli voqea bo'ladi. Kelayotgan yangi yil bilan O'zbek telefilm studiyasida dublyaj qilindi. Rejissyor Matyoqub Orziyev.